Assalomu alaykum hurmatli azizlar. Ramazon hayitingiz muborak bo'lsin. Ayni damda chaqqon santexniklar navbatdagi obyektni topshiryapmiz. Bu yerda biz samotok isitish tizimlarini qildik, paravatlarni qo'ydik. Общий hisobda bunday radiatorlardan 8 ta qo'yildi bu yerda. Bu spalniy mana chiroyli qilib Hammadan oldin montajlar qilib, tubalar chiqarib ketgan edik. Razmerlarni cho'tka qilib qo'yib, bo'ydan keyin mana radiatorlarni uстановка qilib, chiroyli qilib o'rnatib berdik. Bundan tashqari bu yerda общий 7 radiator o'rnatildi va spalniy hisobiga bu yerga kichikroq sanuzelcha tayyorlab berdik. Kirishda mana dush, eshik yopib turib bemalol foydalansa bo'ladi. Va bitta unitoz o'rnatib berdik. Kichkinagina mo'jazgina, lekin 100% qulaylikka ega bo'lgan sanuzelcha. Xonadon egalariga ham Ramazon hayitiga yaxshi sovg'a bo'ldi. Bu atapinalar radiatorlarimiz 100% samotok ishlaydi. Suv issa bo'ldi, o'zi samoxod aylanib, o'rni bu yerda mana hozir общий 4 ta xonani bemalol isitadi. Kimga shunaqa bejirim chiroyli xizmatlar zarur bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa xizmatlaringlar biz.